Ambulatoriyaga admin qilgim keladi. Ya tomda buchoy paydo bo'lib qolyapti. Qo'shni chekib otyaptimi deyman-da. Qattuye. Ya o'zimiz tarafdan tushyaptimi buchoy? O'g'il bola qalaysiz? Yaxshi dada. Shu sigaret chekaman, tomoqlarim balg'am bo'lib ketaveryapti-da. Nima qilsam bo'ladi? Sigaret almashtiring. Hozir bunda qisilab chekadiganlar bor, shunaqadan cheking. Ha. Tomda tursam buchoq ko'payib ketibdi. Bunday qarasam siz chekyapsiz. Hijolat oldim, meni o'g'lim emas dedim, yoqalarimni tishlab g'alati bo'ldim. Bunday qarasam, quyib qo'ygandek sizda jinni. O'g'il bola keling, jazo turlari. Bu Kaltak X Max deyiladi, ajoyib jazo turlari. Bu Qalampir Pro. Undan ham zo'rlari bor. Mana Vazelin Kalish, ya'ni Vazelin Kalish Pro Max. Qaysi birini tanlaysiz o'g'il bola? Dada, kechiring, boshqa qaytib chekmayman. Agar yana bir marta chekadigan bo'lsang, ko'rinmadimi? Keyingi safar ko'rinadi. Bormasin o'g'il bola. Qo'rqitordingiz dada, sigaret chekmayapman. Sigaret chekmayapsan, meni yosh bola qilyapsan, yosh bola ko'ryapsan. Machishki ko'raveryapsan, to'g'rimi? Sigaret tashlab nosga o'tdingmi? Hayvon ichingga tuflamay o'lgur. Ha? Tez aytish aytaman. Tuti tagida itni rasmi dechi? Tuti tagida itni rasmi. Ha, ketdik. Fireball.